Oldi mashinasini olib qoldi. Bu mashina kassa tarafdan chiqqan, oldi orqa faralar hammasini shunday qo'yib qo'yishgan. Hech qanaqa sim ulanmagan. Mashina holatini ko'rishingiz mumkin. Mana bemalol. Bu yoq taraflari umuman ulanmagan, faqat kassa taraf o'zi shunday yig'ib qo'ygan. Mana simlarning holatini ko'ringlar, motorni tutayotgan holatlarini qo'yib boramiz. Bu salonning ichida mana obshkalarni qo'yamiz, mana oynalarni yig'ib beramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma ishini olsa salon osvenalarni yonadigan qilib beramiz. Qo'yiladigan narsa mana obshkalar, baton, rol, barlarni sunib qilib beramiz. Mana orqa faralarni shunday qo'yib qo'ygan, hech narsasi yonmaydi. Na power, na tormoz yonmaydi. Mana bagajlarning ahvolini ko'rishingiz mumkin. Videolarni kuzatib boringlar, xudo xolisa hammasini qo'yib boramiz, yig'ilayotgan holatlarni. Mana bu yoq taraflarni ko'rishingiz mumkin. Mana eshikni qonni yechib tashlashgan mana. Ishlab bo'lyapti, faralarni, signallarni qo'yib mana hamdan paradga qilib, xudo xolisa nari tarafdan paradga bo'lyapti, ishlab bo'lyapti. Kelazo pavorotlarni, oldi pavorotlar hammasi simlarni alishtirib, bunaqa patrolli devonikini qo'yamiz. O'ziniki mana bunaqa Xitoyniki bo'ladi. Yaxshimiz. Mana xudo xolisa hammasi bunaqa shishaliklar qo'yib, ideal holatda qilyapti. Yig'ilib faralarni ham yechib oldik. Mana lampochkalarini, orqalarini ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamiz ancha xizmat ko'rsatgan. Mana simlari chirib, yaxshi emas holati bilan hammasini ketganini alishtirib, o'zini zavod holatida yoqib beramiz. Zamolagacha yenga qo'yib beramiz. Mana zamoga ham $8 ekan. Bu salon ustiga svetan olib chiqib yonmayapti. Mana bu yerda bloklar ichi erib sasib ketgan mana buni. Mana bu yerga relaylar qo'yib tashashgan ekan. Mana simlar ortiqcha simlar lekin juda ko'p tegdi mana. Hammasini olib kelib zamok qilib tashagan. Va tablolaringiz ham yonmayapti, zamoklaringiz ham yonmayapti. Bular hammasini olib tashagan, o'zini zavod holatida qilib turib, keyin signalizatsiyangizni tekshiramiz. Lekin pultingizni bossa, chustlik qilmayapti. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Hamma yog'i yaxshi emas mana. Ortiqcha narsalarni hammasini olib tashlab olmoqchi mana. Zavod holatida. Mashinangizdan chiqib ketgan narsalarni ham salafanga solib qo'yaman. Hammasini bardachov degan nimasi bo'lsa hammasi salon o'tib. Yig'ilib mana orqa faralarni hammasini ishlatib qo'yiladi.